Mana bu Toyota Corolla'miz sotuvda. Juda ham sostoyaniya yaxshi va полный full komplektatsiyaga ega avtomobil. Hozir mana klient uchun yana ozgina moyka qildi. Как положено. Mana salon shunaqa edi. Полный full degani multirulli, optitron tablo, klimat kontrolli, 1.8 motor va tomimizda luk bo'ladi. Bu shunaqa full variant. Xullas, hozir bu mashinani topshiribmiz. Как положено notarialniy действиялар qilib, hamma narsa o'tkazib и gaz dokumentigacha hamma narsa berdi. Hozir xudo xolasa olib ketishadi. Endi egalari videoga chiqmoqchi emas. Bir xil payt shunaqa ham bo'lib turadi. Xudo xolasa kelasizlar, sizlarga ham zo'ridan, yaxshisidan mashina tanlaymiz. Kelinglar, xudo xolasa sizlarga ham xalq qilib beramiz. Alloh xayrli qilsin. To'g'ri, sal skromniyroq oldi. Menimcha variantga olganligi uchun, balkim shu uchun ham chiqmagandir deb o'ylayman. Ammo bizga farqi yo'q, отчет topshirishimiz kerak.